Allergiya aslida kasallik emas desam ishonasizmi? Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Ko'pchilik allergiya paydo bo'lishi bilan darhol dorixonaga yugurib, simptomlarni bostiruvchi dorilar ichishni boshlaydi. Lekin bu olov uchgandan keyin tutunni haydashga urinish bilan barobar. Tibbiy tilda allergiya bu immun tizimining xatosi, ammo nega u aynan sizda xato qilyapti? Tasavvur qiling, tanamiz bu mukammal ishlaydigan filtr. Kundalik hayotimizdagi noto'g'ri ovqatlanish, yarim tayyor mahsulotlar, shakar va stress tanamizni ichkaridan sekin-asta ifloslantiradi va yuklamani oshiradi. Filtr to'lib, organizm ortiqcha chiqindilarni chiqarib yuborishga ulgurmay qolganda immun tizimi vahimaga tushadi. Natijada oddiy chang yoki gul changini ham eng xavfli dushman deb qabul qiladi, sizda allergiya qo'zg'atadi. Xo'sh, yechimi nima? Dorilar bilan simptomni vaqtincha yopish emas, organizmni vaqtida va to'g'ri tozalash. Buning uchun oddiy lekin oltin qoidalarga amal qiling. Allergiyaning 80% sababi ichak mikrobiotasi bilan bog'liq. Shakarni kamaytiring, ko'proq ko'katlar va kletchatka yeng. Tanamiz tabiiy yo'l bilan toksinlarni yuvib yuborish uchun kuniga yetarlicha miqdorda suv iching. Jigaringizni ortiqcha og'ir taomlar bilan yuklama bermang. Xulosa oddiy, vaqtida tozalangan va to'g'ri parvarish qilingan organizmda allergiya shunchaki yashay olmaydi. O'zingizni asrang. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Allergiyadan tabiiy yo'l bilan qutulish mumkinligiga ishonasizmi? Izohlarda yozib qoldiring.